Balki vizadan 1 marta javobini olgansiz, balki 2 marta, balki 5 marta ham bo'lar. Sen avgustgacha-da. Lekin bir narsani bilishingiz kerak. Alloh taolo bandasiga hech qachon zulm qilmaydi. Qachonki inson musibatga uchraganda, muammoga uchraganda shu qoida bilan yashasa hammasi yaxshi bo'ladi. Chunki biz taqdirimizni ko'ra olmaganimiz uchun avvaldan bizga nima yaxshi yoki nima yomonligini bilmaymiz. Balki siz jamoadoshlaringiz, guruhdoshlaringiz 2026-yilga chala yaxshiroq bo'lar. Siz o'zingiz uchun nima yaxshiligini bilmaysiz-da. Yoki deylik, o'sha siz uchun yaxshiroqdir 2026-yil boshlash. Balki aynan yana bir ta'til paytida biologiyani o'rganib olishingiz aslida siz uchun yaxshiroq bo'lgandirki, toki u yerga borganda qiyinchilikka uchramasligingiz uchun. Balki yana avgustgacha bo'lgan muddatda nimadir ilmni olarsizki, u universitetda o'qishingiz uchun yanada yaxshiroq muhit yaratib berar. Sharoit yaratib berar. Inson o'ziga nima yaxshi yoki yomonligini bilmaydi. Har doim qahvaga uchrayotganimizda, muammoga uchraganimizda bitta oltin qoida bilan yashasak to'g'rilanib ketadi. Muhim qoida. Alloh taolo bandasiga zulm qilmaydi. Va bu har doim insonga ruhiyat beradi. Biz har doim niyatimiz va amalimiz uchun so'ralamiz, natijamiz uchun emas. Chunki natija bizga bog'liq emas. Va ishonaman, hamma